Mamlakatimizda yosh avlodning har tomonlama rivojlanishi, salohiyatini ro'yobga chiqarishi va mazmunli hordiq chiqarish uchun keng imkoniyatlar yaratilmoqda. Ayniqsa yangi O'zbekiston yoshlari birlashaylik shiori ostida o'tayotgan o'sha dolzarb 90 kunlik tashabbus doirasida yoshlarimizga bo'lgan e'tibor yanada kuchaymoqda. Bugun Buxoro viloyatidagi oliy ta'lim muassasalari ichida kibersport tadbirlari tashkil etilmoqda. Bu kabi tadbirlar nafaqat balki biz kabi yoshlarning kayfiyatini ko'tarmoqda, balki shu bilan birga ularni ijtimoiy faollikka, sog'lom turmush tarziga yo'naltirmoqda. Musobaqalar nafaqat ko'ngilochar, balki jamoatchilik, strategiya, fikrlash va intellektual salohiyatiga rivojlantirishga ham xizmat qilmoqda. Tashkilotchilarga bunday imkoniyat uchun chuqur minnatdorchilik bildiramiz. Мы приехали из Бухарского технического университета. Сегодня у нас проходил турнир, мы вышли в полуфинал. Эмоции положительные, выиграли со счетом 13-3. Bugun dolzarb 90 kunlik tadbirlar doirasida Buxoro viloyatidagi oliy ta'lim muassasasining talabalari o'rtasida kibersportning 4 ta yo'nalishi bo'yicha bular CS2, ya'ni Counter Strike, Dota, PlayStation hamda Just Dance, ya'ni sport raqsi bo'yicha yo'nalishlarda demak talabalarimiz hududiy bosqichda bo'lib o'tmoqda. Bundan maqsad yoshlarimizni bo'sh vaqtlarini mazmunli tashkil etish, ular o'rtasida do'stona munosabatlarni mustahkamlash, shuningdek viloyatimizda g'olib va sovrindor bo'lgan jamoalarni aniqlab, respublika final bosqichiga yo'llanmani qo'lga kiritish.